Bo'lsin, men ovqat qilaman, siz uy ishlarini qiling. Men uy ishlarini qilishni bilmayman. Biz uyimizda robot pilisos qilardi. Robot pilisos? Olsin, ovqatga qarab turing, hozir qaynaydi. Men ishlarimni qilib kelaman. Voy opajon, men ovqat qilishni bilmayman. Kuydirib qo'yishim mumkin. Nimasi qiyin ekan, Instagramda Reels'ga qaraganda qarab o'tirsa bo'ladi-ku. Olsin, yangi sochiq olgandim, xonamda turgandi, ko'rmadingizmi? Ha, yo'q opajon, ko'rmadim. Mulla akamdan so'rang. Voy yuruvdilar-yu. Erim qahtan bilardi, yechgan maskisini topolmaydi-yu. Nima deysiz? Ha, yo'q, o'zim. Olsin, turing, oyijon keldilar. Voy, hozir oyijon, oxirgi xona qoldi. Tozalab olay. Ha, bu robot pilistosni fikulchatilini topdimi?